qanaqa kasalliklar gen orqali o'tadi? Misol uchun jag'i qiyshiqroq bo'lsa yoki burni nisbatan qiyshiqroq bo'lsa, bir xillarda o'tadi, bir xillarda o'tmaydi. Hamma har xilini ko'rganman. Gen orqali o'tadigan kasalliklar jag' sohasida keladigan bo'lsak, pastki jag'ni makrognatia, pastki jag'ni chiqib ketishi ko'proq gen orqali o'tadi. Buni Estinni Lojna deb o'tgan galdagi intervyularda aytganmiz. Ana o'sha haqiqiy chin makrognatia gen orqali o'tadi. Otasida bo'lsa, bolasiga o'tadi. Bundan tashqari yuqori jag'da hozir tishlarimizni distopiyasi deymiz. Distopiya gen orqali o'tadigan kasallik hisoblanadi. Rinoplastikachi, burunlarning shakli ham albatta o'tadi. Endi burunlarning shakli nisbiy. Misol uchun jarohat olganda ham burun shakli o'zgarib qolishi mumkin, lekin albatta otasida qiyshiq bo'lsa, bolasida ham qiyshiq bo'ladi degan ilmiy tekshiruvlar juda kam o'tkazilgan. Ilmiy tekshiruvlarda qaysidir foiz burun kasalligi yoki burun qiyshiqligi bolasiga ham o'tadi degan narsa to'liq o'zini isbotini topmagan. Bolasi otasida tabiiy qiyshiq bo'lsa, bolasi tekis tug'ilganlar ham bor. Bundan tashqari irsiy kasalliklar bor. Irsiy kasalliklar ming afsuski gen orqali o'tadi. Misol uchun tug'ma aqlning zaif bo'lishi, tug'ma ba'zi bir organlarda yetishmovchilik, boshqalar o'tadigan kasalliklar bor. Bu irsiy kasallik deyiladi. Gen orqali o'tadigan kasalliklar ko'proq, endi ularning ikki xil turi bor. Ba'zi turlari hayot uchun xavf tug'dirmaydi, ba'zi turlari tug'diradi. Misol uchun jag' qiyshiqligi, tishning qiyshiqligi gen orqali o'tadi, lekin hayotga xavf tug'dirmaydi. Faqat estetik nuqtai nazardan, ovqat chaynashga qiynalish nuqtai nazardan bo'ladi. Lekin ba'zi kasalliklar bor, hayotiy xavf tug'diradi. Shuning uchun biz buni aniqlab olishimiz kerak. Genning ahamiyati juda ham katta tibbiyot uchun. Zo'r qiziq tekshiruv o'tkazilgan, ilmiy tekshiruv bo'lgan. Ayniqsa O'zbekiston olimlari o'tkazilgan bu tekshirishni. Bir paytlari 1980-70-80-yillarda O'zbekistonda lab va tanglayning tug'ma kemtigi bilan tug'iladigan bolalar soni ko'p bo'lgan. Chunki o'sha paytda paxtada ishlangan, paxtada har xil defoliantlar ishlatilganda shu bolaga ta'sir qilib o'tgan. Va shu kasallik ko'p bo'lganligi uchun bizning olimlarimiz tekshirgan. Mana shu lab va tanglay tirtiq bo'lib tug'ilgan bemorlarda aql va chiroy hujayralari bitta qobiqda bo'lar ekan. Ya'ni chiroyga zarar yetganda, o'sha labiga, tanglayga tirtiq bo'lganda, ularda o'ziga nisbatan, o'zining tengdoshlariga nisbatan aqliy faoliyati balandroqligi aniqlangan. Qobiliyati balandroqligi. Shuning uchun chiroy bilan aql juda yaqin turadigan hujayralar hisoblanadi. Shuning uchun agar chiroyda putur bo'ladigan bo'lsa, aqliy tomondan rivojlanishi ko'proq yoki bo'lmasa teskarisi ham holatlari ham bo'lishi mumkin. Bu to'liq isbotini topmagan, lekin shu tekshiruv O'zbekiston olimlari o'tkazgan va shunday xulosaga kelishgan. Bu yaxshi, juda ham qiziq tekshiruv.